Payg'ambarimiz alayhissalom oxirgi kunlarida yotibdilar-u Jabroil alayhissalom keladilar, kelib Rasulullohning yonlarida o'tiradi. Ya Rasululloh, men bilan birga yana bir kishi kelgan edi. Kim kelgan edi? Azroil alayhissalom kelgan edilar. Payg'ambarimiz so'rabdilar, nimaga kelibdi deb. Avvalo sizni ziyoratingizga keldi. Agar ruxsat bersangiz, o'zini ham ishi bor ekan deydi. Payg'ambarimiz alayhissalom, ey birodarim, meni u dunyoda nima kutyapti deb so'ragan ekanlar. Shunda Jabroil alayhissalom aytadilarki, ya Rasululloh, sizni u dunyoda hamma kutyapti.